O'ting bu yoqqa, tez. Mercedesmi? Va unaqasimi? Bu kim? Sizmi? Yo'q, bu haykal. Boshiga daraxt ekkanmisizlar? Bunday qilmanglar, o'g'riydi aka. Qozon kabob bering. Bo'ldi, hozir yes qilamiz. Gap yo'q, ovqatingiz zo'r ekan. Nega men ko'chada oddiy ish qilib yuraman aka? Nega men sizday bo'la olmayman? Ishonasizmi, ovqatlaringizni yeb menda duq paydo bo'ldi. Endi men sizdan ham zo'r biznesmen bo'laman. Sizdan ham zo'r tadbirkor bo'laman. O'zimga ahd qildim, motivatsiya oldim. Ketdim men. Asbobimni olay. Agar ovqat yeb mendan motivatsiya olgan bo'lsangiz, Xudo omadingizni bersin. Bosing. Ko'ramiz kim zo'r bo'lar ekan. Ey aka, hormang. Assalomu alaykum. Obbo, ha nima gap? Nima bo'ldi? Bu bir oy oldin o'zgaraman, biznesmen bo'laman, sendan zo'r bo'laman degandingiz. O'zgaramabsiz-ku. Au qorin to'ygandan keyin odam har narsani gapirar ekanda. Oson emas ekan-ku, firma ochish kerak ekan, nalogdan spravka olish kerak, attestat qil deyapti. Menga nevigidna. Unaqa ko'ra o'zimning ishimni qilaman. O'smaganim ma'qul. Obed olib berasanmi? Olib beraymi? Olib ber, mujikmisan?